turmush o'rtog'i ayoliga so'kib gapiradi. Va bu normal holat. Ikkinchi qadam tashlash oson bo'ladi. Tahqirlash, qadrsizlantirish va qo'l ko'tarish qadamlar osonroq bo'ladi. Qanaqa qilib jufti, haloli, Alloh bergan farzandlarning onasini haqorat qilishlik. To'g'ri, hozir aytishim mumkin erkaklar tili bor. Gap qaytaradi. O'sha holatga olib keladi. Xuddi baribir ham pretenziyalar yetar. baribir bunday kelyapti-da. Faqat bir tomon aybdor bo'lib qolmaydi hech qachon. Dadam rahmatli har doim biz ham 5 ta farzand bo'lganmiz, o'rtamizda qanaqadir kelishmovchilik bo'lsa, ukam bunday qildi desa dadam aytadi, o'zing uchun jon. Hech qachon u unday qildim. Aqlli inson o'zi uchun jon beradi. Biz o'zimiz uchun jon bermaymiz. Har doim u shunday qilgani uchun men shunday qildim deymiz. Va ko'p holatlarda ayollar turmush o'rtog'iga gapirganda ham e'tirozi kuchli bo'ladi. Ko'chadan, ishdan charchab borib kelgan uyda nurni, muhabbatni, quyoshni, sakinatni, xotirjamlikni ko'rishdi. Endi bola chaqa baqra bilan qiy-chuv to'polon bilan o'tirgan ayol uyda sochi to'zib, qiynalib, asabiylashib o'tirgan ayol xuddi shunday nurni, muhabbatni, sakinatni, quyoshni kelishni. Zotan ikkalasini istaydigan narsasi aslida bir. Faqat u berish kerak degan narsani kutish haqida.